Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti atrof-muhit muhandisligi va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasi ilmiy darajali katta o'qituvchi, ismim Turg'un, familiyam Yusupov. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz, ya'ni texnik risk va texnik tizimlar ishonchliligi fanidan sertifikatsiya jarayonida texnik tizimlarning ishonchliligi mavzusini ko'rib chiqamiz. Bunda rejalar, sertifikatsiya jarayonining mohiyati va texnologik ahamiyati, sertifikatsiya tizimlarida qo'llaniladigan texnik qurilmalar va ularning ishlash prinsipi, sertifikatsiya jarayonida nosozliklarni oldini olish va samaradorlikni oshirish usullari va texnik tizimlarning ishonchliligini ta'minlash omillari. Endi qisqacha sertifikatsiya jarayoni haqida gaplashib o'tamiz. Sertifikatsiya jarayoni asosan suyuq mahsulotlarni, ya'ni o'sha neftni oladigan bo'lsak, neftni qayta ishlash jarayonida texnologik jarayonda sertifikatsiya jarayoni bo'lib o'tadi. Bunda asosan neftni haydash yo'li bilan, ya'ni yengil fraksiya, o'rtacha yengil fraksiya va og'ir fraksiyalarga ajratib olish jarayoni hisoblanadi. Sertifikatsiya jarayonining mohiyati va texnologik ahamiyati. Bu suyuq aralashmalarni ularning qaynash haroratlarini farqiga asoslanib ajratish jarayoni hisoblanadi. Ushbu usul kimyoviy, neft, gaz, farmatsevtika, oziq-ovqat va boshqa ko'plab sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Jarayon bug' va suyuqlik fazalari o'rtasidagi ko'p bosqichli issiqlik va massa almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Natijada aralashma tarkibidagi komponentlar tozalanadi yoki kerakli funksiyalarga ajratiladi va sertifikatsiya texnologiyasi murakkab sanoat jarayoni bo'lib, unda yuqori aniqlik, doimiy nazorat va ishonchli texnik tizimlarni talab etar ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda, ya'ni mana sertifikatsiya tizimlarida qo'llaniladigan texnik qurilmalar va ularning ishlash prinsipi. Endi asosan sertifikatsiya jarayoni laboratoriy, ya'ni o'sha kichkina mini o'sha ishlab chiqarish nimasida ko'rsatgan, ya'ni bu yerda ko'rsatib o'tgan sertifikatsiya minorasi, ya'ni shu minoradan tarkib topgan bo'ladi. Bunda o'sha tarelkalar bo'ladi va fraksiya, ya'ni o'sha aralashma pastki qismda bo'ladi. Pastki qismda bo'lgandan keyin yuqori haroratda qizdiriladi. Sekin-sekinlik bilan yuqori haroratda qizdirilgandan keyin, ya'ni aralashma tepaga qarab tarelkalarga ko'tarilib, urilgan holatda ko'tarilib va bu holatga o'tadi. Ya'ni yengil fraksiya, neft qayta ishlash nimasida, zavodlarida aynan bu prosesda yengil fraksiya benzin hisoblanadi. Benzin ya'ni tepa tomonga harakatlanadi va undan o'sha bu holatda va kondensat, ya'ni bu holat suyuq holatga o'tkazilib va bu distillatga aylanib keyingi jarayonga yo'naltiriladi. Mana shunaqangi jarayon sodir bo'ladi. Endi sertifikatsiya tizimlarida qo'llaniladigan texnik qurilmalar va ularning ishlash prinsipi. Ya'ni sertifikatsiya jarayonida bir qator murakkab texnik qurilmalar ishlatiladi. Ya'ni asosiy uskunalarga sertifikatsiya kolonnasi, issiqlik aralashtirgichlari, qaynatgichlar, kondensatlar va nasoslar, separatorlar va avtomatik boshqaruv tizimlari kiradi. Ushbu qurilmalar birgalikda ishlash orqali jarayonning uzluksiz va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Sertifikatsiya kolonnasi tizimning markaziy elementi hisoblanadi. U ichki plastinalar yoki nasatkalar bilan jihozlanadi va kolonna ichida bug' yuqoriga ko'tariladi, suyuqlik esa pastga, ya'ni harakatlanadi. Endi texnik tizimlarning ishonchliligini ta'minlash omillari. Bunda asosan loyihalash va konstruksiya, ishlab chiqarish va sifat, foydalanish va texnik xizmat, boshqarish va tashkiliy omillar, nazorat va diagnostik va tashqi ta'sirlar va chidamlilik. Bu yerda o'sha ishonchliliklar bir qancha mana shu omillarga qarab bo'linib ketadi. Bunda asosan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, vaqtimiz ko'proq ketadi. O'shaning uchun umumiy ma'lumot berib o'tib ketdim. Texnik tizimlarning ishonchligini ta'minlash omillari. Endi texnik tizimlarning ishonchligi bu uskunalarning belgilangan sharoitlarda ma'lum vaqt davomida uzluksiz va talab darajasida ishlash qobiliyatidir. Sertifikatsiya jarayonida ishonchlilik juda muhim, chunki jarayon yuqori harorat va bosim ostida
amalga oshadi. Ishonchlilik ta'minlashda bir nechta asosiy omillar mavjud. Ya'ni birinchidan uskunalarning sifatli loyihalanishi va to'g'ri tanlanishi zarur. Materiallar korroziyaga chidamli, mexanik jarohatdan mustahkam bo'lishi kerak. Va ikkinchidan o'rnatish va ekspluatatsiya talablariga qat'iy rioya qilinishi muhim hisoblanadi. Mana rectifikatsiya jarayonida nosozliklarni oldini olish va samaradorlikni oshirish usullari. Quyidagicha rectifikatsiya kolonnasi quyidagicha keltirilgan. Bu yerda asosan o'sha qaynatgich, ya'ni tozalagich va tarelkalarning ishlashi, nazorat va bosim nazorati, korroziyaga qarshi choralar va mexanik butunlikni tekshirish va xomashyo tarkibi. Aynan kimyoviy jarayon bo'lganligi uchun o'sha xomashyoda ham kimyoviy o'sha priborlar ishlatiladi, ya'ni kimyoviy elementlar, moddalar. Samaradorlikni oshirish optimal, bu yerda asosan samaradorlikni oshirish optimal usul yuqori samarali tarelkalar, issiqlik va hokazolar. Обязательно, ya'ni avtomatlashtirish va boshqaruv tizimi bu joyda juda aktiv faoliyat yuritishi lozim hisoblanadi. Rectifikatsiya jarayonida nosozliklarni oldini olish va samaradorlikni oshirish usullari. Rectifikatsiya tizimlarida nosozliklar turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ular orasida korroziya, mexanik eskirish, sensorlarning noto'g'ri ishlashi, bosimning o'zgarishi yoki operator xatolari mavjud. Ushbu holatlar mahsulot sifatining pasayishiga, energiya sarfining oshishiga va avariya xavfiga olib kelishi mumkin. Nosozliklarning oldini olish uchun preventiv texnik xizmat ko'rsatish tizimi joriy etiladi. Bu usul orqali uskunalar rejalashtirilgan tartibda tekshiriladi va ta'mirlanadi. Shuningdek, vibrodiagnostika, ya'ni termografiya va ultratovush nazorati kabi zamonaviy usullar yordamida yashirin muammolar aniqlanar ekan. Qisqa qilib aytganda, ya'ni xulosamiz, ya'ni rectifikatsiya jarayoni sanoatda juda keng qo'llaniladigan murakkab va mas'uliyatli texnologik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshishi texnik tizimlarning ishonchliligiga bevosita bog'liq. Ishonchli uskunalar, zamonaviy boshqaruv tizimlari, muntazam texnik xizmat va malakali mutaxassislar jarayonning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Texnik tizimlarning ishonchliligini oshirish orqali nafaqat mahsulot sifati, balki iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlik ham ta'minlanadi. Qisqacha qilib aytganda, bugungi o'tiladigan mavzuyimiz rectifikatsiya jarayoni edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.